Ajoyib harakatlar Iskandarovdan pas, lekin bu yerda balandlikni olib qo'yadi hozir, juda zo'r bosim o'tkazildi va Alisher Odilov to'p bilan uzatib berdi. Sayfiyev zarba va gol. Yorib tashladi. Offside bormi, yo'qmi qarab qo'yyapti. Gol deyapti. Balon ishlab qo'yishadi. Sayfiyev mana ishonch bildirganlik boya ko'p ehtimol chap qanotda asosiy figura bu. Hozir offside bormi, yo'qmi? Kolumbiyaliklar o'tirishdi hozir. Shu qanot juda xavfli ekan. Nima qilsak bo'ladi? Kimni qo'ysak bo'ladi? Luis Diasni orqaga tortamizmi? Himoyaga yordam berdi. Shu joydagi ajoyib harakatlar evaziga to'p olib qo'yildi. Haqiqatda offside yo'q ekan. O'rozov anchagina ortda qolib ketibdi. Bir chiziqni ushlashda Mazgavoy olib qo'ygan haqiqiy tayanch futbolchisi o'laroq va Odilovdan pas chap oyoqda imkon bermadi. Markazda yo'qotilgan to'p qimmatga tushadi do'stlar. Bu gol urgan tomonni o'ylab gapiryapmiz-ku, lekin gol o'tkazib yuborgan ham o'zimizniki. Shuning uchun bunaqa to'p yo'qotishlar bo'lmasin jahon chempionatida. Shunaqa to'plarni olib qo'yishlar bo'lsin, lekin bunaqa to'p Gulshoda hakam Mazgavoy to'pni olib qo'ydi xotirjam va navbatdagi hujumni boshlayapti xotirjam. Chap qanotga to'p bordi xotirjam. Anchagina qiynadi jamoadoshini. Yetib oladimi? Yetib oladi. Yetib oldim. Ozgina yugursa hech qisi yo'q. Yaxshi o'tdi to'p. Va xato. Ajoyib. Xato qanday bo'lganini, qanday sodir bo'lganini o'zingiz ko'rdingiz. Ortiqboyevdan bo'ldi. Gol esa Azizbek Omonov tomonidan kiritildi. Omonov eson-omon yakunlab oldi. Va hozir oq libosdagi jamoamiz ikkinchi bor xato qilyapti va ikkinchi bor jazolanyapti. Cannavaroning nigohi menimcha o'shani ko'ryapti ko'proq. Gol urganni emas, mana shu joyda juda zo'r aldadi. Zarbani ham chalg'itib bildiryapti. Epizodni deyarli yutqizib bo'lgan edi Omonov, lekin keyin oxirgacha kurashdi, oxirgacha bordi, to'xtab qolmadi. Har xil rakursdan ko'rishingiz mumkin. Hop, chalg'itibdi. Ozgina Ronaldinho chimdimidan qo'shibdi. 15 daqiqa ozgina ko'zga ko'rinyapti. Futbolchilarga lekin kerakdi. Reglamentning ham qoidasi bor baribir. 45 daqiqa o'ynab qo'ygandan keyin 15 daqiqa 3dan biri dam olinadi. Xo'sh, Mazgavoy pas Jamshid ajoyib zarba. Qanday gol bo'ldi hozir. Markaz ijrochilari tomonidan gol. Bir tepar uslubida kirib tashlashdi. Jamoamiz vakillari Quvondiq Ro'siyev zarba va gol! Ajoyib! Hisob chiqardi. Boshlandi. Shundoq chiqdi, hisobni qisqartirish shunaqa reja shekilli. Tirmadi Azizbek. Agar raqib bo'lganida, Kolumbiya bo'lganda ayamasda. Aniq. Oyoqni qaytarib olmasdi agar raqib bo'lganida. Yusupov. Amrayev. Shu yerda xato bo'ladi va gol. Zo'r ishlashda qopqolga tushirishdi. Hamda aynan O'tkir Yusupov oldinga chiqib ketgani va shu zarba darvoza ustuniga tegib qaytdi. Shu joydan tepadimi Rahmon Aliyev? Yo'q. Masharipov. Trivela ketdi. Hop. Gol. Gol, lekin offside. Nodir gol urgan edi. Nodir gol bo'lgan edi, lekin yon chiziq hakami bayroqchasini ko'rsatdi. Marosimning yana davomi bor ekan. Esdalik sovg'alar ulashiladi. Esdalik sovg'alar beriladi va qo'shiq ham kuylanar ekan. Adashmasam Sevara Nazarxon deyildi.
Xo'sh, Abbos. Ber pas. Sayfiyev uzatma va hisob 4-3. Ko'klar yana qaytishdi. Norchayev sof hujumchi mana bunaqa o'ynaydi dedi. Aynan Abbosning markazdan kirib kelishi va Sayfiyevning uzatmasi raqib himoyasini o'ziga qaratishi natijasida Sayfiyev ancha bo'sh bo'lib qoldi. Sayfiyev ofsayd liniyasini yaxshi ushlagan va hujumchida baribir biladi-da qanaqa ochilib himoyachi ortidan qochib ketibdi. O'lmasaliyevning ortidan qochib ketibdi Husayn Norchayev. Va Nazarov ham mana tushib quruq ketmayapti. Nasibasini oldi. Esdalik sovg'asi. Uchuvchiga rozi bo'lishmadi ko'klar.